Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdagi aynan Rossiya hududidagi yurgan vatandoshlarimiz. Bugungi videoyim butun Rossiya hududidagi har bitta musofirga yoki Rossiya hududida yashab O'zbekiston fuqaroligini yo'qotmagan aziz vatandoshlarimiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Agar sizlar mana platformalarda, ya'ni YouTube, TikTok, Instagram platformalarida birinchi marta ko'rib turgan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lishni bosib qo'yinglar, chunki doim foydali, siz uchun manfaatli bo'lgan videolarni, maslahatlarni olib boraman va Rossiya hududida yurgan do'stlaringizga bu videoni ulashib qo'yinglar. Bu juda ham foydali bo'ladi. Demak, bugungi suhbatimiz asosan Rossiya hududida yurgan vatandoshlarimiz O'zbekiston elchixonasi, ya'ni posolstva orqali qanday xizmatlardan foydalanishi mumkin, bu haqida batafsil sizlarga ma'lumot beraman. Hayotiy, yozilgan va rivoya qilinayotganlarini ham, chunki bilasizlar, men odamlar bilan birga ishlayman, shuni hisobiga ko'p joylarda men bu narsani real o'zim ko'raman, guvohi bo'laman, eshitaman, bilaman va shuning uchun faktlar asosida, qog'ozda yozilgan gaplar emas, hammasi faktlar asosida. Demak, siz elchixona xizmatlaridan foydalanishingiz uchun asosiy xizmatlardan biri bu Rossiya hududida dokumentlarni yo'qotgan bo'lsanglar, yangitdan pasport vasстановить qilish yoki pasportinglar srogini tugagan bo'lsa, ya'ni chet elga chiqish uchun qizil pasport olishinglar mumkin Rossiya hududidan turib. Agar dokumentalni yurmaganman, haqqim bormi, unaqa bunaqa yoki zapretim bor, haqqim bormi desanglar, Rossiya hududida zapret bo'lganinglarda elchixonaga umuman aloqasi yo'q. Elchixona sizni manfaatlaringizdan kelib chiqib, agar sizga zarur bo'lsa, zapretingiz bo'lmasa, ular qilib berishga majbur. Birinchi navbatda pasportingiz yo'qolgan bo'lsa, pasport yo'qolganligi haqida spravka politsiyadan yo bo'lmasam uchastkovoydan olib borishinglar kerak. Agar pasportinglar bo'lib turib, srogi to'lgan bo'lsa, pasport originalini olib borasizlar. Agar pasportinglar yirtilgan, chizilgan bo'lsa, yirtilgan, chizilgan holatda olib borasizlar va davlatning o'zining shtrafi bor, shtrafi to'lab keyin yangi pasport, ya'ni o'zini davlat to'lovi bor, kim bilsa yozib yuboringlar to'lov qanchaligini kommentariyaga, to'lovini to'lab yangi pasport olishinglar mumkin. Bu asosiy global xizmati ulardi. Keyingi xizmat Rossiya hududida har bir O'zbekiston fuqarosi bir marta yordam olishi mumkin. Bu yordam qanday bo'lishi mumkin? Rossiya hududida aldangan bo'lsanglar, yo bo'lmasam qiynalib qolgan bo'lsanglar, ishlaringni topa olmagan bo'lsanglar, O'zbekistonga sizlarga davlat tomonidan faqat bir marta beriladi, bilet olib berishadi va bu asosan o'rganiladi. Sizlarning holatinglar to'g'ri kelganga ham olib berishavermaydi. Kelib zaявление qoldirishlaring kerak, keyin o'rganib anaqa qilishadi, lekin ko'pchilik holatda ham bu yerda tanish bilish, shu migratsiya agentligida ishlaydigan bolalar уже bu narsani o'zlaricha egallab olib, ko'pchilik o'zi biznesga aylantirishgan va bu yerda ko'pincha tanish bilish orqali birorta blogerni olib borsalaring, qo'rqqanidan, чтобы gap kelmasligi uchun qilib berishadi. Haqiqatan действительно zor bo'lib borsalaring, o'sha joyda o'zida hal qilsa bo'ladi. Faqat aytganimdek tanish bilish. Yana bitta xizmat bor. Bu butun O'zbekiston fuqarolariga. Bu yerda sizda manfaat holatingiz inobatga olinmaydi. Ya'ni bu nima? Rossiya hududida o'lib qolsa qarindosh urug'laring yoki o'lib qolsanglar, bir marta Rossiyada, endi har bitta odam uchun u oila yoki bir shajara uchun emas, har bitta o'lgan, vafot etgan Rossiya hududidagi odam bepul O'zbekistonga jo'natilishi kerak. Buni ham biznes qilib olishgan ko'pchilik va tanish bilish qilishyapti, lekin o'zi aslida hech qanday sizlarga nima kerak emas. Nima deydi, u tanish bilish kerak emas. Shunchaki elchixonaga borib, o'lganlik haqida guvohnoma dokumentlarni yig'ib borsanglar, ular sizlarga kerakli kunga data aytishadi, o'sha kunda olib chiqib jo'natib yuborsanglar bo'ladi. Endi nima deydi, bu ham bepul, hech qanday anaqalarsiz ko'rsatiladigan yordam. Yana bitta yordam xizmati bor, lekin bu holatlarda elchixona ishlamaydi. Biz hali ko'rganimiz yo'q, biror marta elchixonadan qanaqadir yurist borib, birorta odamni muammosini yechib berganini. Endi bu yozilgan, lekin hech qayerda amal qilinmaydi. Bu nima? Rossiya hududida ish beruvchi va ishchi o'rtasida tuzilgan shartnoma buzilgan bo'lsa, agar O'zbekiston fuqarolarining manfaatlari suiiste'mol qilingan bo'lsa, siz ishladingiz, masalan, bir joyda qonuniy dokument to'lab, как положено, lekin sizga ish bergan odam
nimadir bo'ldi-yu, sizni pullaringizni bermoqchi emas. Siz bemalol elchixonaga borib, bu haqida ariza yozib, elchixona tomonidan ajratilgan yurist orqali siz bu muammoni yechishlaring mumkin. Lekin elchixonada hech qanday advokat yo'q va ular hech qanday sizlarga bepul yurist bermaydi. Biz ko'rganimiz yo'q hali. Lekin agar kimdir qilgan bo'lsa, xato gapirayotgan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. Lekin agar shunaqa uslugalaring bo'lsa, yozinglar. Elchixonada ishlaydiganlar yoki biladiganlar yoki o'sha sharid qilayotganlar, hali birorta odam menga elchixonadan advokat berildi, men shunaqa muammoim hal bo'ldi yoki bo'lmasam mana tuhmatga qolishyapti yoki bo'lmasam noaniq tarzda administrativniy narushение qo'yishyapti. Hamma dokumentlar joyida. Hech qanday asoslarsiz administrativniy narushение qilishyapti. Mana bu O'zbekiston fuqarosining huquqlari chet elda suiiste'mol qilinyapti, yerga urilyapti. Mana shu holatda ham bemalol elchixona tomonidan odam borsa bo'ladi, lekin biznikilarda hech qanday yordam bunaqa narsaga yo'q. O'shaning uchun bu prosta yozilgan, lekin amalda bajarilmayotgan O'zbekiston fuqarolariga ko'rsatilishi kerak bo'lgan yordam, aziz vatandoshlar. Agar qayerdadir xatolik ketgan bo'lsa, sizlar qanaqadir uslugadan foydalangan bo'lsanglar, men mana bu video orqali xato gapirayotgan bo'lsam, to'g'rilab ketinglar, oldindan kechirim so'rayman agar xato gapirayotgan bo'lsam. Lekin shaxsan men tajribam Rossiya hududida 11 yil bo'lgan bo'lsa, men hali bu yil orasida biron marta advokat elchixona tomonidan berildi va biz muammoni hal qildik degan gapni uxlab yotganimda ham eshitganim yo'q. O'shaning uchun men boricha aytyapman, aziz vatandoshlarim. Yana bir marta yana bitta usluga bor Rossiya hududida yurgan O'zbekiston fuqarolari uchun. Rossiya hududida nohaqlikka uchrab hibsga olingan O'zbekiston fuqarolari, yo'qmasam tuhmatga qolgan, masalan, ko'pchilik yoshlarni ko'ryapmiz, bilib bilmay narkotik savdosi, kuryerlik xizmati, dostavka shunaqa narsaga aralashib qolishyapti. Ko'pchilik holatlar yoshlar, hali Rossiyaga kelganiga nedavno 2 hafta bo'ldi, какой-то narkokuryerlikda ayblanib qamalib ketyapti. O'zi Rossiya hududiga kelganiga 2 hafta bo'lgan. Hech qachon Rossiya hududida bo'lmagan. Darrov narkokuryer bo'lib qolgan. Bu nima deydi? Ko'rga hassa holatdagi tuhmat yoki bo'lmasam tushunmovchiligi pastava 100% da, masalan, hayotida Rossiyaga kelmagan, ruschani ham bilmaydigan odam 2 haftadan keyin narkokuryer deb 7 yilga chopilyapti. Mana shu holatda O'zbekiston fuqarolari uchun elchixona yordam berish kerak, yugurish kerak, harakat qilish kerak, 100% oqlash kerak. Lekin nima? Hech qachon Rossiya hududida mana shu holatga tushgan vatandoshlarimizga elchixona tomonidan hech qanday yordam ko'rsatilmagan. Huquqlaringizni bilib qo'ying. Sizlarda shunaqa huquqlaring bor, men sizlarga aytib o'tgan videodagi. Agar nimadir qoldirib ketgan bo'lsam, sizlar bilsalaring, shu haqida kommentariyada qoldiringlar, chunki bizda fikr almashinuvi, bilimlar, bir-biri bilan kelishishlar va boshqa davlat fuqarolari, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon yoki o'zbek tilini tushunadigan vatandoshlarimiz bo'lsa, agar sizlarga ham interesli bo'lsa, sizlarning elchixonalar tomonidan sizlarning fuqarolarga qanaqa yordamlar berilishi kerak bo'lsa, shu haqida ham obzor sizlarning o'zingizlar tillaringda aytib chiqishga harakat qilaman. Menda talab kuchli bo'lsa, albatta bu narsani qilamiz. Kommentariyada yozinglar, fikringlarni, nimani tashlab ketgan bo'lsam, qo'shimcha qilinglar. Hammanglarga kattakon rahmat. Agar video sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yinglar. Hammanglarni yaxshi ko'raman.